Oldindan aytib o'tamiz. Bu video faqat premium versiya tuning xohlaganlar uchun bo'ladi. Xo'p, buni hozir полный obzorini qila olmaymiz akalar. Chunki bu endi bityapti. Xudo xolasa, nasib qilsa, men полный bitirib obzorini qilaman sizlarga. Bu mashina Spark avtomobiliga tayinlanyapti. Ancha qimmat chiqadi lekin, chunki ancha effektlari bor bu narsani. Hozircha to'liq video qila olmaymiz. Nimagaki hali oxirigacha bitmadi. Taxminiy ko'rinishini sizlarga ko'rsataman. Taxminiy ko'rinishiga baho berib qo'yasizlar akalar. Bu videoni premium tuning versiya xohlagan akalarimiz uchun yuborib qo'yasizlar. Mana qaranglar akalar, jononday haqiqatdan. Ancha pul va mehnat tiqildi. Yo'llardan ham ko'rinishi. Tayyor bo'lgandan keyin to'liq video sizlar uchun qilamiz va mashinaga qo'yilgan holatini hozircha mashinaga qo'yilgan holatsiz endi video qo'ya olmaymiz. Oxirgisi bo'lyapti. U yog'i endi bitgandan keyin to'liq video obzor mashina bilan birga bo'ladi. Mehnatga bitta baho berib qo'yasizlar va buni Spark'ni yaxshi ko'radigan odamlar uchun jo'natib qo'yasizlar va mana linzalarni alohida sotuvda ham sizlar uchun olib kelib qo'yamiz. Optimcha akalar alohida tema bo'ladi. Ya'ni aloqaga chiqsanglar, o'zimiz sizlarga narxlarni aytib qo'yamiz. Minimum 5 ta olishingiz kerak bo'ladi va zo'r narxlarda qilib beramiz. Linzalar bor. Bu originali, dublikat emas. Xuddi shu linzani dublikati ham bor. Bu dublikatdan biz olib kelmaymiz, chunki biz aslan premium versiyadagi biletlarni sotamiz akalar. Yana budjetli biletlarimiz ham kelgan. Sizlar uchun alohida video qilib beramiz. Hozir aytaman, taxminan bir 50 xil model bor. $70 dan $200 zo'r biletlar bor. Men sizlarga uni alohida video obzor qilaman. Premium versiyadagi biletlarni Optimga faqatgina sotishimiz mumkin. Alohida donaga yo'q. Chunki premiumni ko'pchilik olib xuddi shunaqa korobka yasattirib, mana eng zo'ri deb reklama qilishayotgan ekan. Men birovning molini, mahsulotini men yomonlamayman. Nimagaki, u o'zi mehnat qilib olib kelayotgan odamlar. Biz o'zimizga faqat premium versiyadagi budjetni ham eng yaxshilarini zakaz qilib olib keltiramiz akalar. Hali Gentraga qo'ygan biletimiz bor, $250 dan chiqadi. Kimga kerak bo'lsa, uni ham полный obzorini qilamiz va sizlar uchun eng sifatli, yaxshi narsa olib kelib berishga harakat qilib va sotishga harakat qilamiz akalar.